Assalomu alaykum, hurmatli talabalar hamda o'rganuvchilar. Endi mavzumizning davomi bo'lgan, ya'ni describing mavzusining ikkinchi qismi bo'lgan describing festivals, holidays in speaking tasks mavzusiga o'tamiz. Ya'ni buni o'tgan darslarimizda aytib o'tganimizdek ham speakingda ham writingda bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Demak, festivals ya'ni speaking tasks mavzusida introduction qismi qanaqa bo'ladi? Shu bilan tanishib o'tamiz. Marhamat. First question, ya'ni birinchi savol, sizni xayolingizga keladigan birinchi savol shu bo'lishi kerakki, what are festivals? Ya'ni festivallar nima? Ya'ni qaysi turdagi festivallar ular? Second, ya'ni ikkinchi savol, celebration is tied to culture, religion or seasons. Ya'ni o'sha nishonlanayotgan festival madaniy festivalmi, ya'ni traditionalmi yoki religionmi yoki biror diniy festivalmi yo bo'lmasa biron bir faslga oid har faslda o'tkaziladigan bayrammi? O'shani xayolingizda gavdalantirib olishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi esa why describe festivals? Nima uchun biz festivallarni describe qilyapmiz, ya'ni tasvirlayapmiz? Why degan savolni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi esa common topic in speaking exam. Ya'ni umuman olganda speaking imtihonida so'raladigan va qo'yiladigan umumiy talablar va savollarni biz o'ylab, eslab olishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi shows cultural awareness and vocabulary range. Albatta biz shu festivallar tasvirlayotganda biz o'zimizning culture'mizga yo biron bir davlatning festivali haqida gap ketganda o'sha davlat madaniyatiga to'g'ri keladigan qismlarini hamda unga to'g'ri keladigan oldingi darslarimizda ham describing temasida aytib o'tganimdek, o'sha mavzuga tegishli bo'lgan so'z boyligi, ya'ni vocabularydan foydalanishingiz foydali va ballingizni yuqoriroq bo'lishiga olib keladi. Keyingi qism esa o'sha festivallarni tasvirlayotgandagi umumiy qoidalar, ya'ni keywordlar hamda siz bilishingiz kerak bo'lgan texnikalar bilan tanishtirib o'taman. Demak, key elements to describe, ya'ni o'sha tasvirlash uchun foydali bo'ladigan key elementlar. First, name and origin, ya'ni o'sha festivalning nomi va kelib chiqishi. Aynan qaysi millatdan kelib chiqqan. Masalan, Navruz holiday or Navruz festival haqida O'zbek milliy bayram haqida gapirayotgan bo'lsangiz, nomi va kelib chiqqan davlati, millati. Second, purpose or significance, ya'ni o'sha festivalning, tadbirning, bayramning o'tkazilish maqsadi. Uchinchisi esa typical activities. O'sha festivalda, masalan, boya misol keltirganimiz Navruz festivalida qanaqa activitylar bo'ladi, ya'ni qanaqa taomlar qilinadi, qanaqa milliy tadbirlar uyushtiriladi, milliy kiyimlar, milliy taomlar, milliyligimiz, tabiatdan olingan o'sha o'simliklar hamda biror taomlar bilan bezatiladi. O'sha asosiy qismi haqida gapirishingiz kerak bo'ladi. Keyin mana boya aytib o'tganimizdek food, clothing and decoration. Demak, buni sizga allaqachon ma'lumot berib o'tdim. Taomlar, kiyimlar hamda bezaklar haqida ma'lumot berib o'tishingiz maqsadga muvofiq. Endi esa describing festivals mavzusining xotima, ya'ni conclusion qismiga yetib keldik. Conclusion qismida siz boshqa describing mavzularda bo'lgani kabi o'sha siz borib kelgan, guvohi bo'lib kelgan, o'zingiz qatnashib kelgan o'sha festivaldan olgan taassurotlaringizni summarize qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha qanaqa sizda bir umrlik xayolingizda o'chmas iz qoldirdi. Ya'ni feeling, his-tuyg'ularingiz, shu festivaldan olgan his-tuyg'ularingiz, u yerda shunaqa enjoy qildim, relax qildim, rohatlanib, maza qilib o'sha festival uyushtirilgan tomoshalarni tomosha qildim deyishingiz kerak bo'ladi. Va keyingi qism esa comments, ya'ni u festival haqida qanaqa o'tdi, ijobiymi yoki ba'zi joylarda siz o'ylagandek bo'lmadimi, o'sha haqida kommentariy berishingiz kerak bo'ladi. Va oxirida esa recommendation, ya'ni recommendation degani tavsiya, ya'ni siz yaqinlaringizga, do'stlaringizga o'sha festivalga qatnashishni, tomosha qilishni, borib bir ko'rishni tavsiya qilgan bo'larmidingiz, o'sha haqida ma'lumot berasiz hamda o'sha speakingdagi describing festivals or holidays mavzusini yakunlashingiz mumkin bo'ladi. Qadrli talabalar hamda o'rganuvchilar, bugungi describing festivals va holidays mavzusiga tayyorlangan qisqacha darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.